Aziz do'stlar, ortimizda velosipedga sayohatchi ketyapti. Hozir to'xtatamiz ularni. Qaqa ketayotganligini bilamiz, vaqt qadriga yetmagan odamlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Otaxon. Sog'lar yaxshimi? Umringiz olsin, ha? Meni ismim Xayrullo, siz ismingizmi? Rustam. Otaxon, hozirda qayerga ketyapsiz ketishda? Shu endi o'sha bir Baytulloh to'g'ri keladi, yana nasib qilsa. Mana shu velosipedda Baytullohga ketyapsizmi? Ha, bu 3 marta boryapman bunaqa mana. Iyo, qarang. Qoladi-da. Qachon yurasiz endi O'zbekistondan chiqqandan keyin? O'tgan 23-yilga desa juda qimmat edi velosipedim. Ha. Tashlab ketishga majbur bo'ldim. Ha. Ha, oldi hamma yo'q bekor edi. Qimmatda anada. Qayerlisiz otaxon? Marg'ilonlik. Marg'ilondanmisiz? 3-marta ketyapsiz velosipedda? Xudo xolasa. Necha kunda yetib bordigansiz Bu avval? ham endi, ha? Qanchada yetib borgansiz avvallar? 2,5 oyda, keyingisi 1,5 oyda. Mana shunda 1,5 oyda borishim kerakda, oz qoldi-da hajga. Ha, hajga ketyapsizmi? Ha, 1 oy bo'ldi. Nimami, haj vizangiz bormi? Bo'ladi u narsa bor. O'sha yerda qilib olasiz? Yo'q. Hozir onlayn tushyapti. Onlayn? Yo'q, otaxon onlayn yopib qo'ydi-yu. Ha. Eshitmadingizmi? Yo'q, tanishlar bu yerdan ada. Ha, u yoqda Iordaniyadan olasizmi? Ha, yaxshi. Otaxon, Olinglar bittadan varib ketaveramiz. musofirlikka chiqibsiz. Musofirga duosi vojib deydi. Bitta duo qiling. Amin. Bo'lsin. Ota-ona xotin bola sakkiz bilan yetalashib, Baytullohga tavob qilib, Rasulullohga yo'latishni Allohim o'zi nasib etsin. Allohu akbar. Endi sizga ham biz ichida ataganimiz bor otaxon. Qo'ying. Men to'xtagan. Bunda aqlni duo qilib qo'yapman. Xudo xolasa. Sizdan duo ketaman masjidda. Iloyim, yaxshi yetib oling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xudoni panohida bo'ling. Baytullohga borganingizda bizda ham nomimizni bir duo qilib qo'yasiz. Hamma yezlat shmaydi shu. Aytadi-yu, 45 ming o'zbekda ota bor deydi. Ha. Salomat bo'ling. Oq yo'l otaxon. Bravo, salomat bo'ling. Xo'p. Men yerda vaqt qadrini yetmaydigan bitta odam dedim, lekin bu otaxonga bo'laveradi. Chunki otaxon qiladigan ishlarni qilib, hayotda hamma majburiyatlarni bajarib, farzandlarni ham tarbiyasini joyiga qo'yib, menimcha uylab joylab qutulgan odam. Bu odamlar endi umrining oxirigacha qolgan paytda mana shunaqa dunyoda aylanib yurish kerak. Boshqa hech qanaqangi bularga topshiriq majburiyat yo'q. Lekin yoshlar velosipedda boryapti. Hali bir akaxonimiz aytgandek, bu vaqt qadriga qaysidir ma'noda yetmasligiga ham o'xshab qolar ekan. Shuning uchun yoshlar samolyotlarda borish kerak, lekin velosipedda borish tavsiya qilmayman. Yosh umringizni yo'lda o'tkazib olmasdan, tadbirkorlik bilan o'tkazsangiz, ilmga bag'ishlasangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz ham o'zimiz yo'limizda davom etamiz. Ketdik.